Assalomu alaykum bolalar, qalaysizlar, tuzukmisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Ishlar bilan bolalar charchamaygina yuribsizlarmi? Doimo sog' salomat bo'lib, kayfiyatinglar joyidami? Bo'ptimi? Hammasi zo'rmi? Xullas do'stlar, bugun sizlar bilan mana shu games, ya'ni ko'rib turganinglardek bir balansimizni ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta, o'zinglar videolarimizni kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqadigan bo'lsa, videolarimizga bitta like tugmasini bosib, kanalimizga esa albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundanda zo'r videolarimiz hali oldinda do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'lib, kanalni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Bugun o'ynaydigan bukmekerimiz mana shu Debebet kontorasida bo'ladi. O'zinglar albatta videolarimizni kuzatib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Bo'lmasa 3200 so'mdan Debebetda kristal o'yinini boshladik jigarlar. Ketdi. 05. Davom etamiz yana 03. 6. Biz avvalo 10 martadan ko'proq bosib olamiz, keyin esa 05 dan 09 gacha bo'lgan koefitsient tushishini kutamiz. 3. 4. 9. Ko'taramiz bolalar. O 8x zo'r. Koefitsiyenti chotkisini berdi, gap yo'q, tushamiz. Davom etamiz, ketdi. Davom etamiz yana. 2. 8 rangida. Koefitsiyenti 09. Davom etamiz yana. 4 koefitsiyent. 9. 5 yana. Voy bola, bir kattaroq x bermaydimikan? Yaxshi yana. Yaxshi ana bu yoqda gap bo'lishi mumkin. Zo'r berdi. Tushib olamiz 3400. Oralaringizda bolalarni bonusga qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, bonus olish mana shu bukmeker, ya'ni ko'rib turgan Debebet kontorasidan yangi akkaunt ochasiz. Debebetdan bolalar yangidan to'liq ro'yxatdan o'tib olasizlar va ro'yxatdan o'tayotgan paytda promokod degan joyga ekraninglarni pastki qismida ko'rinib turgan bizani ofitsialniy promokod Legend 23 degan promokodni yozib qoldirasizlar. Hisobinglarni to'ldirasizlar 09 va siz birinchi qilayotgan depozitingiz uchun $500 dan $1800gacha bonus 05 08. Rumsak, tsumsak, rumsak, tsumsak 2-3. Davay, ver. Yaxshi yana koefitsiyent beradim. 3,5 koefitsiyent.
Yana bitta shunaqa 3,5 mi sentner bo'lsa cho'tki bo'lardi lekin bor. Shemadi. Oy 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 9 kelsin 19 million 514 ming va 27 million so'm bo'ldi. Tushamiz ana endi 3500 qancha 3500.8 normalniy 24 so'm. Tak 12 52 92 bo'lyapti. 92 qilamiz. Davom etamiz yana. O'sha Legend 23 promo kodini yozib qoldirasizlar va bo'lasizlar birinchi qilayotgan depozitinglar uchun aytib o'tgandek $500 dan $1800 bonus. Undan tashqari bo'llar haftaning har 3 kunda promobal, promo cashback 30% gacha cashback bonuslari berib boriladi. Albatta o'sha bonuslarni olib asosiy hisobingizga o'tkazib olishingiz mumkin do'stlar. Davom etamiz. 1.4 sent yana ketdi. Shuning uchun o'tinglar Leboy kontora, masalan, mana shu DBBet bo'ladimi, LionBet, Melbet, Betwinner bo'ladimi, qaysi bookmaker bo'lishidan qat'iy nazar Legend 23 yozib bonuslarni qo'lga kiritib olinglar. Agar sizga kupon, stavka, одиночкаlar kerak bo'lsa, kupon stavkalarni Telegram kanalimizdan mutlaqo tekinga olishingiz mumkin. Ya'ni bizada ba'zi kanallar boshqa kuponlar pulga sotilmaydi. Barcha kupon, stavka, одиночкаlarimiz Telegram kanalimizga tekinga tashlab boriladi. 05 ko'tarib ko'ramiz. Ana endi borlar. 05 dan keyin 650 dan qani ber. 4,5 sent. Bu ham yomon sent emas. 30 million bo'lsa to'xtataman qani. 29 bo'lib qoldi-da. 28 ga tushdi. Bitta yaxshiroq ildirvor. Shu bilan yakunlayveraylik. Mushuk 4x yaxshi bo'ldi. To'xtatadigan joyiga 100% keldik. Bemalol o'tinglar, kecha chiqqan videolarimizni kommentariyasiga o'tib qarasanglar. Telegram kanal silkasi bor. O'sha silka orqali Telegram kanaliga o'tib, kuponlarni Telegram kanalimizdan, dasturlar kanalimizdan esa qaysi bookmaker kerak bo'lsa, masalan, mana shu DBBet kerak bo'ladimi, LionBet, Melbet kerak bo'ladimi, Leboy bitta bookmakerni esa dasturlar kanalidan, Telegram kanalidan kuponlarni olishingiz mumkin. Bo'ldi, bo'lmasa bo'lar, ko'rdinglar, ajoyib riskovat va strategiyamiz orqali zo'r yutuqlarni oldik. Mana endi shu yerda videoni yakunlaymiz. Yoqqan bo'lsa like, podpiska esdan chiqmasin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar. Hammaga omad bo'lsin.